Mana do'stlar, hozir biz Ramosni full qilish jarayoni, Ramosni full qilamiz. Video olinyapti. Ramos mana markazda turibdi. Hozir buni full qilishga harakat qilamiz. Harakatda. Mana birinchi kuchaytirishni o'zida 98 bo'ldiramiz. Bitta o'ynab chiqamiz. Hozir bizda fulllar ko'p. Ko'pini full qilib chiqdik. Bu endi shu shart emas. Ko'rdinglar, biz shuncha taga biz 16.777.216 taga yig'ib qo'yganmiz full qilish jarayoni uchun. Mana hozir mana full bo'ldi. Endi yana bitta o'ynab chiqsak. Mana endi darvozabonni yana kuchaytirib qo'ysak, bonni kuchayib qo'yaman. Bizda Matxavuz full, hamma yo'q 100, Shomurodov bor, hammasi 100. Uyda ham Geodroid bor, hammasi 100. Mendesham, Pedri, Muhammadzood Fozildinov, Ronaldinho, Marcelo. Hozirgina Ramos full bo'ldi, Hakimi. Endi keyingi videolarimizda bu fonni full qilish jarayonini videoga olamiz. Mana do'stlar, o'tgan safar Ramosni full qilish videosini olgan edik. Ramos mana full bo'lgan edi. Endi bugun mana bu fonni full qilamiz. Bu yerda bu futbolchilar ko'p. Biz asosiy barcha bu fonni full qilish jarayonini videoga olamiz. Bu fon birinchi urinishda full bo'ldi. Ajoyib. Birinchi urinishda bu fon full bo'lmoqda. Futbolchi uchishimiz kerak ekan. Hozir biz bu futbolchi yo'q, buni emas. Mana bu futbolchini o'chirib yuboramiz va buni ochib ko'ramiz. Va Casillas tushmoqda, Casillas. Ajoyib, buni o'chirib tashlamaymiz. Casillas yaxshi, zo'r. Video olinmoqda. Casillas yaxshi, ajoyib, zo'r o'ynaydi. Xo'sh, bu fonni qo'ya hamma joyini full qilib chiqamiz. Xo'sh. Bu fondan hozir bu yerda Pedersen olmaymiz, lekin ko'pchilik hamma futbolchini, masalan Shomurodovdan ham 10 ta 100 chiqqan. Ajoyib, hamma full qo'yganlardan 10 ta 100 chiqardik. Bu kuchaytirishning sirini boshqa videoga joylaymiz. Hozir bu fon full bo'ladi. Bu fondan ham mana bu fondan ham 10 ta 100 chiqarib oldik. Endi esa keyingi videomizda yo'q. Neymarni full qilish videosini olaman. Neymarni full qilamiz keyingi o'yinda. Salom do'stlar, o'tgan safar men sizlar bilan Neymarni full qilish jarayonini olamiz degan edim. Mana hozir Neymarni full qilamiz. Ronaldinhoni tushirib turaylik. Neymarni full qilamiz hozir. Mana
Birinchi o'yin urinishdi o'zida 96 reytingga ega bo'ldi Neymar. Hop. Bu yerda futbolchi yasash kelibdi. Hozir futbolchi yasaymiz. Hozir biz kimni sotib yuborsak bo'ladi? Casillas'ni yo'q. Afsus, mashina sotib yuboramiz. Endi boshqa ilojimiz yo'q. Hozir futbolchi yasab ko'rsatib beraman. Ana O'zbekistonlik qilib qo'yaverdim. Hamma yo'q tayyor. Safa qilamiz va futbolchini yasadik. Ajoyib, reytingi 83. Keyingi videoda aynan shuni full qilamiz. Ajoyib, zo'r. Yaxshi kuchaygan. Hozir uni asosiyga tushiramiz. Hozir. Shomurodov desa Gedrotoniga tushiramiz. Biz Neymarni full qilishimiz kerak edi. Bu akkaunt sotiladimi deb so'raganlar uchun bu akkauntni biz sotmaymiz. Sizlarga ham bu modni o'rnatib berishimiz mumkin. Bunday mod o'rnatib berishimiz sizlar uchun buni 10 ming qilib beramiz. Mod o'rnatib berish xizmati ham bor. Xuddi shunday mod o'rnatib beramiz. Mana Neymar full bo'ldi. Hozir oxirgisini ham bitta kuchaytirib qo'yamiz. Shu bilan Bondi full bo'ladi. Do'stlar, biz Neymarni full qilamiz degan edik. Mana Neymar full bo'ldi. Bu hozircha full akkaunt. Buyda full bo'lmagan ko'p futbolchilarimiz bor. Keyingi videoga esa shu Burxonov Og'abek degan futbolchini full qilishga harakat qilamiz. Xayr do'stlar, salomat bo'ling. Salom do'stlar, o'tgan safar men sizlar bilan Neymarni full qilish jarayonini videoga olgan edim. Endi esa Burxonov Og'abek degan futbolchini full qilish jarayonini o'tkazamiz. Bu yerda hozir 3 ta o'zbek futbolchisi bor: Fozildinov, Shomurodov, Burxonov. Hozir unga kuchaytirgichlar yig'ib qo'yganmiz. Hozir boshladik kuchaytirishni. Hozir reytingi 86 bo'ldi. Yana 3 ta kuchaytirgich olishimiz uchun bu yerdan chiqib ketamiz. Mana futbolchi ochaylikchi yo'q. Kimni o'chirsak bo'ladi bu yerdan? Hozir Baresi yo'q, buni o'chira olmaymiz. Bizga afsus, mashina o'chirishimiz kerak ekan va o'chirdik. Bu futbolchini ochib ko'ramiz, kimligini bilamiz. Hali o'chirib yuborgan futbolchimiz tushmoqda. Buni yana o'chirib yuboramiz. Bu bizga hozircha kerak emas. Kuchaytirishni boshladik. Mana 94 bo'ldi. 95 bo'ldi. Va mana full bo'ldi. Obalak yana bir kuchaytirishimiz kerak. Yana 3 ta kuchaytirgich olamiz va keyin kuchaytirishni boshlaymiz. Hozir
Mana oxirgi kuchaytirgichni ham kuchaytirdim. Hozir bu full kod bo'lib oldi. Olmoslari tangalar mod bo'lgan, juda ko'p tanga VIP. Vida Ronaldinho ham full bo'lgan ekan. Keyingi videoda full qilish videosi olamiz keyingi safar ham. Hozircha bizga yaxshi hozir bizga Ronaldo kerak ekan. Keyingi safar Ronaldo mana 86 reytingli. Keyin shu Ronaldoni full qilish jarayonini olamiz. Ana do'stlar, sizlar bilan o'tgan safar Burxonovni full qilgan edik. Bu safar esa Ronaldoni full qilish jarayonini olamiz. Hozir Ronaldo full emas, bitta ham kuchaytirilmagan. Sizlar uchun kuchaytirgichlar yig'ib qo'yganmiz. Birinchi urinishda o'zida 92 reytingli bo'ldi. Xo'sh. Endi esa bu yoqda Transfer marketda Suarez kelibdi. Lekin bunga tegmaymiz va o'tib ketamiz. Bizga Suarez shart emas. Ronaldo full qilamiz. Bu safar tez full qildik. Hozir oxirgi kuchaytirgich va Ronaldo full holatga kelmoqda do'stlar. Undan ham 6 ta 100 chiqardik. Akkauntning ahvoli juda ham zo'r. Ronaldo, Burxonov, Shomurodov, Neymar, Fotildino, Mendes, Pedri, Marcelo, Ramos, Hakimi, Buffon. Keyingi videoda esa biz Ronaldo Nazarioni full qilish videosini olamiz. Ajoyib do'stlar. Salom do'stlar, o'tgan safar bir Ronaldoni kuchaytirgan edik. Bu safar biz Ronaldo Nazarioni kuchaytirmoqchimiz. Unga kuchaytirgichlar yo'q qo'yganmiz va boshladik. 95 bo'ldi. Mana ozgina qoldi. U ham full bo'ladi. U ham bu safar tez kuchaydi, tez full bo'ldi. Mana full bo'ldi, ama lekin 100 chiqarib olishimiz kerak. 8 ta 100 chiqarib olishimiz kerak undan. Mana full holatga kelmoqda do'stlar. Joyiga qaytaramiz. Do'stlar, keyingi safar biz Kane'ni full qilamiz. Do'stlar, o'tgan safar biz mana Ronaldo Nazarioni full qilgan edik. Bu safar biz Kane'ni full qilamiz. Kane'ni kuchga tushirib olamiz va kuchaytirgichlar yo'q qo'yamiz. Kuchaytirishni boshladik. Kimga mod xizmat kerak bo'lsa, bizga aytaverasizlar, mod qilib beramiz. Narxlariga kelsak, 10,000 so'm, narxlari 10,000. 10,000 so'mga mod qilib berish xizmatimiz bor. Va keyin o'ta tez, juda ham tez full bo'lmoqda. Full degani ko'ringlar. Endi esa buni o'z joyiga qaytaramiz. Keyingi videoda albatta Lamine Yamalni qilamiz, chunki Lamine Yamal yaxshi o'ynashi kerak.
do'stlar, biz hozir Lamin Yamalni full qilamiz. Lamin Yamalni bu yerga tushirib olamiz va full qilishni boshladik. Bu akkaunt sotiladimi deganlarga javobimiz bu akkaunt sotilmaydi, lekin boshqa akkaunt qilib beramiz. Hozir Alloh keldimi bizga? Beyonni pul kerakmi? Yo'q, buni olmaymiz. Modrichlar kelgani yo'q. Hozir Yamaldan 9 ta 100 chiqdi endi. Mana buni qilsak, Yamaldan mana 10 ta 100 chiqdi va Yamal ham 100 full holatga yetib kelmoqda. Bu yerda Ronaldo ham bor. Ajoyib zo'r akkaunt. Do'stlar, bugun biz endi Peleni full qilamiz. Mana do'stlar, biz o'tgan safar bu yerda Lamin Yamalni full qilgan edik. Hozir biz Peleni full qilishga harakat qilamiz. Pele va full qilishni boshladik. Ikkinchi urinishda o'zidayoq full bo'ldi desak, full bo'lmadi. Ammo lekin mana 3-urinishda o'zidayoq Pele full bo'ldi va undan 7 ta 100 chiqmoqda. Hozir yana bir-ikki kuchaytiramiz va Peledan 10 ta 100 chiqarishga harakat qilamiz. Mana do'stlar, Peleni hozir Peledan ko'rishlar mumkin. Peledan 100 Peledan mana 10 ta 100 chiqardik va reytingi ham 100. Bu akkauntdagi hamma futbolchilarning reytingini 100 qilishga harakat qilamiz. Do'stlar, keyingi safar biz bu yerdan mana futbolchi bor, Messini full qilishga albatta harakat qilamiz. Sizlar uchun Messini full qilib beraman. Mana do'stlar, biz o'tgan safar bu yerdan Peleni full qilgan edik. Bu safar Messini full qilamiz degan edik. Mana Messini tushirib olamiz va full qilishni boshladik. Yatsın.